Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala Rasulillahi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo qadamlarimizga hasanat yozsin. Yaxshi niyatda masjidga keldik. Ilohim o'qiydigan juma namozimizni o'zi qabul qilsin. Bu yerda bo'ladigan duolarni Alloh taolo barchamizga o'zi maqbul aylasin. Bugungi suhbatimiz muhtaram jamoat, yetimlarga yordam berish jannat kaliti degan mavzuda bo'ladi. Albatta jannat bu yer yuzida yashab turgan har bir musulmonning orzusi. Hammamiz jannatdan umid qilamiz. Alloh taolo o'sha joydan bizga joy ajratishligini istaymiz, xohlaymiz, bunga harakat qilamiz. Shu yo'lda yaxshilik qilamiz, namoz o'qiymiz, xayr saxovat qilamiz. Maqsadimiz jannat, abadiy vatanimiz jannat bo'lsin deb do'zaxdan qutulish uchun, jannatga erishish uchun shu ishlarni qilamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom hayotlik chog'larida ana shu butun musulmonlarning orzusi bo'lmish jannatni kalitlarini, unga olib boradigan xayrli ishlarni alohida sanab o'tgan, o'rgatib ketganlar. O'shalardan bittasi yetim yesirlarga yaxshilik qilish. Rasulimiz alayhisolatu vassalom bu ishni inson uchun jannatning eshigini ochadigan xayrli ish deb aytganlar. Shuning uchun buni misoli kalit deyiladi. Bir inson bir yetimga g'amxo'rlik qilsa, boshini silasa, moddiymi, ma'naviymi unga yordam bersa, o'sha ishi tufayli Alloh taolo unga jannatning eshigini ochadi. Bugun inshaalloh shu mavzuda suhbat qilamiz. Inson hayotda yashar ekan turli-tuman sinovlarga duch keladi. Kimdir yetim bo'lib katta bo'ladi, kimdir ota-onasini bag'rida katta bo'ladi. Ota-onasini bag'rida katta bo'lish ham o'sha farzand uchun Allohning bir sinovi. Yetim bo'lib katta bo'lish ham u uchun Allohning sinovi. Alloh taolo kimni boshiga nima taqdirini bitgan bo'lsa, u behikmat bo'lmaydi. Albatta bu taqdirga rozilik bizning e'tiqodimizdagi masala. Farzandimiz yoki yaqinlarimiz yetim bo'lib qolishi mumkin. Yetimlik Allohning irodasi, Xudoning xohishi, taqdirga rozilik degan masala. Bir inson ota-onani bag'rida katta bo'lishi mumkin. Ota-ona unga sinov, o'sha ota-onaning haqqini ado qilsa, xizmatini qilsa, duosini olsa, u sinovdan o'tadi. Yetimlikka tushib qolganlar sabr qilsa, Alloh taolodan sabr qanoat so'rasa, o'tganlarning haqqiga duo qilsa, hayotda sinovlariga bardosh bersa, u sinovdan o'tadi. Endi o'sha yetimni atrofidagi odamlarga o'sha yetimlar ham bir sinov. Yonimizda, yaqinimizda kimdir otasidan, onasidan judo bo'lsa, ko'ngli yarim bo'lsa, uni boshini silasak, yordam qo'lini cho'zsak, o'sha odamni yetimligini bildirmaslikka harakat qilsak, biz ham sinovdan o'tgan bo'lamiz. Aksincha bo'lsa, uni haqqiga xiyonat qilinsa yoki uni xo'rlansa, u sinovdan o'tmagan hisoblanadi. Bu dunyo o'zi sinov dunyosi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hayotiga nazar solsak, u zot sharif ham yetimlikda katta bo'lganlar. Rasulimiz alayhisolatu vassalom dunyoga kelishidan avval otasidan ayrilgan. Otasini ko'rgan emas. Onalarini qornida ekanligida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning otalari qazo qiladi. Onalaridan ham yosh go'daylik vaqtida ayriladilar. Bobolarining qo'lida qolib ketadi. Bobolari o'tgandan keyin amakilarini qo'lida qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetimlikni har qanaqangi og'ir dardini his qilib hayotda yashagan zot bo'lgan. Ota-ona mehriga mutlaqo qo'ygan emas. Shuning uchun Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni hadislarida yetimlarga nisbatan aytilgan juda ko'p gaplar bor. Yetimga yaxshilik qilish haqida, uni dilini og'ritmaslik to'g'risida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom ko'plab hadislarda aytganlar. Hazrati Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Al-Adabul Mufrad degan asarlarida alohida yetimga yaxshilik qilish bobi degan bir bob ajratib, u yerda Rasulimiz alayhisolatu vassalomning shu yetimlar haqida aytgan hadislarini to'plagan.
Alloh subhanahu va taolo ham Qur'oni Karimda bir qancha joylarda yetimlarning huquqlari to'g'risida, ularga yomonlik qilmaslik to'g'risida bir qancha oyatlarda aytib o'tadi. Va Duha surasida fa'ammal yatima fala taqhar deb keltiradi. Yetimga qahr g'azab qilmang degan qaytariq bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga Alloh subhanahu va taolo mana shu oyat orqali bildiradi. Bu butun ummat uchun, butun musulmon ummati uchun qaytaradi. Yetimga qahr qilib bo'lmaydi, inson g'azabini, qahrini sochib bo'lmaydi. Qur'oni Karimda bir oyat keladi. Estaizu billah. Va yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khayr va in tukhalituhum fa ikhwanukum. Sizdan yetimlar to'g'risida so'raydilar. Ya'ni yetimga qanday muomala qilishlik kerak degan ma'noda sizdan savol qilib so'raydilar. Siz ularga aytingki, islahul lahum khayr. Ularni isloh qilish yaxshilikdir islomda. Va in tukhalituhum fa ikhwanukum. Agar mollaringizni ularning mollariga qo'shib yuborsangiz zarari yo'q, balki ular sizni birodarlaringiz, aka-ukalaringizdir degan hukm. Bu oyat karimada Alloh subhanahu va taolo shu narsani uqtiradiki, bir inson go'dak yetim qolsa, otasidanmi, onasidanmi ajrab, qaramog'ida, kimnidir qaramog'ida qolib ketsa, ularga faqat yaxshilik qilish va ularni yaxshi yo'lga yo'naltirish kerak. Alloh taolo shuni buyurdi. Isloh degani uni tuzatish, isloh qilish, salohiyatli qilib tarbiyalash, yaxshi yo'lga yo'naltirish. Misol uchun aytaylik, qo'limizda bir yetim bor. Singlimizni bolasidir, opamizni bolasidir, otasidan, onasidan ayrilib qoldi. Yoki otasidan ayrilib kelib qoldi uyga. Haligi bolani xuddi o'zimizni bolamizdaqa tarbiya qilishimiz kerak ekanligini Alloh taolo Qur'onda buyuryapti. O'zimizni bolamizni qanday tarbiya qilamiz? Topgan pulimiz bolam uchun deymiz. Bolamni o'qitishim kerak, oliy ma'lumotli qilishim kerak. Eldan, oshna og'aynilaridan, mahalla ko'ydan birovdan kam bo'lmasin deb shu bola uchun ishlaymiz. Kerak bo'lsa yillab musofirchilikda ishlaymiz. Kechalari ishlaymiz bolamiz uchun. Endi uyda bitta bolamiz bor, bitta yetim jiyanimiz bor. Ikkovini ajratib bo'lmas ekan. Buni yetim deb haqorat qilib bo'lmaydi, dilini og'ritib bo'lmaydi. Bolamiz uchun qanday kuyiksak, o'sha yetim uchun ham xuddi o'shanday kuyinish kerak ekanligini Alloh taolo mana shu oyatda aytadi. Qul islahul lahum khayr shu. Ularni isloh qilish islomda yaxshilikdir. Endi yetimni moli qoladi. Masalan, otasi o'tdi, o'sha otadan ma'lum miqdorda mol qoldi. U yetimni o'zini qaramog'iga olgan amakisidir, tog'asidir misol uchun. Uni otasidan qolgan molga ko'z olaytirib bo'lmaydi. Yetimni moli u qorindagi olov deyiladi oyat karimada. Boshqa oyatlarda uni o'qiymiz inshaalloh. Lekin yetimni molini ko'paytirish maqsadida shu bola voyaga yetganda o'ziga qaytarib berish niyatida agar o'zingizni molingizga aralashtirib, o'zingizni tijoratingizda uning molini ham aralashtirib ko'paytirsangiz bo'ladi. Lekin ko'paytirish niyatida bo'lmasa, uni moliga tegish kerak emas. Tijorat qilyapsiz, pul aylantirasiz. O'sha yetim boladan, otasidan qolgan molni ham o'zingizni molingizga aralashtirasiz. Ko'payadi, foydasi bilan birga katta bo'lganda o'ziga berish kerak. Agar berilmaydigan bo'lsa, yetimni molini Alloh taolo baribir undirib beradi. Bu dunyoda ham undiradi, bu dunyoda ham undiradi. Bir hikoya keladi. Imom Sha'roviy rahmatullohi alayh shu Misrda bo'lgan voqea deb aytadi u kishi. Bir odam bor ekan, olim odam. Alloh taolo nima qilsa bilib qiladi, nima qilsa adolat bilan qiladi, hikmat bilan qiladi deb gapirib yurar ekan. Mana shu olim ko'p gapirar ekan shu gap. Bir kun bozorda bir ish o'tdi. Misrda bozorda bir ish o'tdi. Do'kondorlar bor ekan, qator. Ikkita do'kondor bir-biri bilan urushib qoldi. Bir do'kondorda o'ng tomonidagi do'konchi bilan chap tomonidagi do'konchi urushib qoldi.
baqir chaqir bo'lyapti ekan. Keyin haligi do'konni darchasini shunday ochibdi-da, nima bo'lyapti ekan deb shunday tashqariga qaragan ekan. Bir tomondan bir temir parchasi uchib kelib, haligi odamni mana shu bo'yniga, umurtqasiga tegib, o'sha joyda ikkita oyoq qo'li ishlamaydigan shol bo'lib qoldi. Bu mana tomondagi do'konchi bu tomondagi do'konchiga otgan narsa ekan, urush janjal payti. Endi bu odam hech vaqoda yo'q o'zi, urushga aralashmagan, nima bo'lyapti ekan deb oyoq qo'li ishlamay qolibdi, do'kon ham qolgan, mana shunday. Keyin o'sha do'konchilar haligi olimdan so'rab, taqsir siz qachon bo'lsa Alloh taolo bir ish qilsa hikmat bilan qiladi, bilib qiladi derdingiz. Qani bu yerda adolat? Urushgan bu bilan bu, lekin jabrni bu tortdi, mana to'shakka maqlandi, nogiron bo'lib qoldi. Haligi odam yo'q, bu ishni bir surishtirsak hikmati chiqadi, bekardan bekarga bunday bo'lgan emas. Yo'q, bu yerda hech qanaqa buni aybi yo'q edi, debdi do'konchilar, boshqa do'kon bozorchilar. Keyin haligi olim shuni bir qiziqaychi deb o'rganib, qiziqsa bu shol bo'lib qolgan, oyoq qo'li ishlamay qolgan do'konchini yoshlikda bir ukasi o'tib ketgan ekan. Ukasi shunaqa tijoratchi, savdogar odam bo'lgan ekan, uning yetim bolalari qolgan ekan. Ukasi qazo qilishdan avval akasiga, aka, men endi umrim poyoniga yetib qoldi shekilli, mana shu mol dunyoyim bolalarimga haqqi, lekin sizga omonat. Shuni do'konda aylantirib, ko'paytirib bolalarim voyaga yetganda berasiz deb vasiyat qilib o'lgan ekan. Bolalar katta bo'ldi, voyaga yetibdi. Amaki, endi mana ulg'aydik, shu otamdan qolgan mol mulkni o'zimiz bemalol boshqara oladigan holatga yetdik. Shu pulni bizga qaytarsiz desa, akangning otangni men ko'mganman, o'qiganman, bu qilganman, senlarni katta qildim. Hech qanaqa haqqing qolgan emas menda deb haligi odam rad. Bular yana keyin qoziga borishibdi. Qoziga borib, shunaqa vaziyat bo'lyapti desa, qoziga ham aytdi, endi bu sizlar amaki, aka-uka, aka-ukaning bolalari, bu yaqin qarindosh ekansizlar. Endi sizlarda o'rtanglarda bunaqa qozixonaga kelib mahkama qilish bu ayb bo'ladi, mahalla ko'yda ham, qarindosh urug' mahalla ko'yda ham ayb bo'ladi. Allohga qo'yinglar, Allohga duo qilinglar, Alloh haqqinglarni undirib bersin. Biz endi mahkamada sizlarda kelib bir o'rtanglarga tushib yurmaylik deb. Haligi ikki yetim o'sha yerda duo qildi. Qozdomlar o'zi boshliq. Allohim mana shu haqqimizni o'zing bizga undirib bergin. Bizni qo'limizdan kelmayapti. Qozdomlar ham mana shunday maslahat berdi. Buyog'i senga qoldi deb duo qilgan ekan. Xuddi o'sha duo qilingan paytda haligi temirni parchasi kelib, uni o'sha umurtqasiga tegib, ikkita oyoq qo'li ishlamaydigan bo'lib qoldi. Haligi olim, ha bu Alloh taolo, uni endi o'g'il farzandi yo'q ekan. Hali jiyanlarga qoldi, hamma yo'q. Keyin bozorga kelib aytgan ekan, ha bu ish behikmat bo'lmagan ekan. Alloh subhanahu va taolo bularda haqqini undirib berish uchun mana shu ikkita do'konchini bir-biri bilan urushtirib, o'rtasiga mana shuni solgan ekan deb olim odam shuni aytgan ekan. Yetimning haqqi shunaqa. Uni haqqi bu dunyoda ham qolib ketmaydi, bu dunyoda ham qolib ketmaydi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: "Innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran." Yetimning haqqini nohaq yeydigan odamlar aslida ular qorniga olov yeyapti. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo yetimning haqqini insonning qonidan qizdirib, yondirib chiqadigan olovga aylantiradi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom boya aytib o'tdik, o'zlari yetimlikda katta bo'lganligi uchun yetimparvar inson bo'lganlar. Yetimlarni ko'p boshini silaganlar va bu xayrli ishga targ'ib ham qilganlar Rasululloh. Sahobalarni ummatlarini yetimga yaxshilik qilishga ko'p chaqirgan. O'shanday hadislardan bittasida Rasululloh aytadilarki, ana va kafilul yatimi fil janna hakaza va ashara bis sababati wal wusta va farraja baynahuma shay'an. Bir kuni Rasululloh aytdilar, men va yetimni kafillikka olgan odam jannatda mana shunday bo'lamiz dedilar. Ko'rsatkich barmoq bilan o'rta barmoqlarini bir-biriga yaqin qilib orasini ozgina ochdilarda, yetimni bu dunyoda kafillikka olgan odam bilan men mana shunday qo'shni bo'laman dedi. Rasululloh bilan doim hamroh bo'ladi jannatda yetimga yaxshilik qilgan odam. Yetimga kafil bo'lish qanday? Iloji boricha o'zini bolasiga qanday yaxshilik qilsa, unga ham o'shunday g'amxo'rlik qiladi.
boshini silaydi, ko'nglini ko'taradi, yaxshi gapiradi, qalbiga xursandchilik kiritadi, holidan xabar oladi. Alloh subhanahu va taolo buni evaziga uni payg'ambarimizga hamroh qiladi qiyomat kunida. Alhamdulillah bizni xalqimiz o'zi yetimparvar xalqmiz. Yetimparvar xalqmiz. Mana Ikkinchi jahon urushida yetimlarga ko'p yaxshilik qilingan. Ota-onasidan ayrilib qolgan yetimlarni mana shu Markaziy Osiyoga ko'chirilgan, bizni xalqimiz bag'riga olgan. Kinolar chiqqan bu to'g'risida, sen yetim emassan degan. Toshkentda bir haligi Shomurodovlar oilasiga haykal ham qo'yildi. Yetimlarni bag'riga olib o'tirganligi. Bu butun dunyoga misol bo'lganmiz biz yetimparvarlikda. Bu qayerdan kelgan? Bu asli bizni dinimizdan kirib kelgan tarbiya bu bizga. Ota bobolarimiz mana shu hadislarni bizga o'rgatgan, shu ruhiyatimizga, qon-qonimizga singib ketgan. Yetimga o'zimizdan o'zimiz rahim qiladigan odammiz. Shunday dinimizdan kirib kelgan tarbiya. Yana bir hadislarda Rasululloh aytadilarki, "Man damma yatiman lahu aw li ghayrihi hatta yughniyahu Allohu anhu wajabat lahu al-jannah." Kim o'zining yetimini yoki birovning yetimini to Alloh taolo uni voyaga yetkazib, o'zini o'zi eplaydigan bo'lgungacha o'ziga qo'shib olsa, bu odamga aniq jannat vojib bo'ladi dedilar. O'zining yetimi degani bu o'ziga qarashli yetim. Boya aytib o'tganimizdek, aytaylik kimdir singlisi o'tib qoladi, opasi o'tib qoladi, qizi o'tib qoladi, bolasi qolib ketadi. Nabila. Yetim u ham baribir. O'zingizni bag'ringizga olib, qaramog'ingizga olsangiz deyapti Rasululloh. Yoki birovning yetimi, sizga ehtiyot begona, ammo yetim bag'ringizga oldingiz, qaramog'ingizga oldingiz. Mana shu ishni qilgan odamga Alloh subhanahu va taolo jannat kafolatini berib turibdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytgan bu hadis, bu Allohning ilohiy va'dasi. Yetimlar bizni mana shaharda yetimxona qayerda borligini kam odam biladi. Chunki yetimxona ko'p emas. Yetimlar ko'chada qolib ketmaydi bizda. Tog'asi boqib oladi, amakisi boqib oladi, xolasi boqib oladi. Kamdan kam holatlarda yetimxonaga olib borib tashladi. Yetimlar ko'chada qolmaydi bizda, alhamdulillah. Bu fazilatni mahkam ushlashimiz kerak. Mahkam ushlash kerak. Uyga kelib qolgan yetimlarning hech dilini og'ritib bo'lmaydi. Yana bir hadislarida Rasululloh aytadilar: "Eng yaxshi xonadon yetimga yaxshilik qilinadigan xonadon" deganlar. Hovli, xonadonlar bor, odamlar yashaydi. Eng yaxshisi qanaqa desa, yetimga yaxshilik qilinadigan xonadon degan. Hadisning davomida eng yomon xonadonchi desa, yetimga yomon muomala qilinadigan xonadon deb aytganlar Payg'ambarimiz alayhisalom. Buni ham Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Adabul Mufradda keltiradi. Namunali xonadonlar deymiz mahallada. Ba'zi xonadonlar boshqa xonadonlarga namuna qilib, o'rnak qilib ko'rsatiladi. Darvozasini tepasiga kerak bo'lsa yozib ham qo'yiladi. Eng namunali xonadon mahallamizda deb. Islomda ham bor bunaqa namunali xonadon. Bu o'sha yetimlarga yaxshi tarbiya berilayotgan xonadonlar. Bu islomda eng namunali xonadon hisoblanar ekan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Astagfiru billah. Yas'alunaka madan yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khayrin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khayrin fa innalloha bihi alim." Sizdan ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam qayerga ihson qilishimiz kerak deb so'raydilar. Siz aytingki, siz ihson qiladigan ihsoningiz birinchi o'rinda ota-onangizga, undan keyin yaqin qarindoshlaringizga, undan keyin yetimlarga, undan keyin hech vaqosi yo'q miskin muhtojlarga, musofirlarga deb ayting. Siz qilayotgan yaxshilikning hammasini Alloh bilib turguvchi deb ayting deydi. Mana shu oyat karimada juda katta gap bor. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo insonga hayotda mana hammamiz ham ihson qilgimiz kelib qoladi, qalbimizga solib qoladi Alloh. Bir atab qolamiz pulni, shu bir muhtojga bersam, ihson qilsam deb qolamiz. Sahobalarda ham shu bo'lar ekan. Shunda ular so'radi: "Ya Rasululloh, bizni ihsonimizga eng haqli odam kim?" Alloh subhanahu va taolo oyat bilan o'zi javob berdi. Sizdan mana shunday so'rasa, siz aytingki, sizning ihsoningizga eng birinchi haqli odam ota-onangiz. Ota-onamiz haqiqatda bizning ihsonimizning birinchi egasi.
Ularning duosi ijobat. Bizni haqqimizda qilgan duo so'zsiz ijobat. Ularga bergan hadiyamiz, ularga bergan ehsonimiz eng ko'p savob keltiradigan ehson. Ulardan ham oshsachi, aka-uka, opa-singil, qarindoshlar. Ulardan ham oshsachi, yetimlar dedi. Yetimlar mahallada bo'ladi, qo'shni qishloqda bo'ladi, bo'lmasam yetimxonalarda bo'ladi. Borib, o'sha bolalarga sovg'a salom ulashib, ularning ko'nglini ko'tarish. Mana Alloh subhanahu va taolo bularni 3-chi o'ringa qo'ydi. Insonning hayotidagi eng yaqin ota-onasi. Undan keyin aka-uka, opa-singillar. Bulardan keyingi o'ringa yetimlarni qo'ygan. Qo'shnilari, mahalladoshlari, sinfdoshlari, birga ishlaydiganlari emas, balki yetimlar. U o'sha otasidan yoki onasidan ajrab qolgan, voyaga yetmagan bolalar. Ana undan keyin yetimlarga ham berdingiz yoki yetim topa olmadingiz, miskinga berasiz. Miskin bu hech vaqosi yo'q, faqir, muhtoj shunaqa odamlar. Qiynalib yurgan musofirlar dedi. Demak, Alloh subhanahu va taolo ham yetimlarga alohida e'tibor qaratadi. Bizi dinimizda mana aytilyapti, oyatlarda o'qidik, hadislarda o'qidik, yetimga qanaqa e'tibor beriladi? Nima uchun yetimga e'tibor berish kerak degan savol. Mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsak, yetimga e'tibor berishlikda jamiyat uchun juda katta naf bor. Mahallada aytaylik bir yetim xonadon bo'lsa, shu mahallani boylari o'sha xonadondan tez-tez xabar olib tursa, haligi yetim bolalar o'ksimasdan katta bo'lsa, maktabga borganda o'rtoqlari bilan bir xil kiyinsa, daftar ruchkasi, kitobi bir xil bo'lsa, uyda oshi noni bo'lsa, och qolib ketmasa, ko'chaga tilanchilikka chiqmasa, o'sha yetimlar katta bo'lganda jamiyatga foydali inson bo'lib ulg'ayadi. Chunki u odamlardan mehr oqibat ko'rdi. U ham boshqalarga shunaqa mehr oqibat qo'lini cho'zadigan bola bo'lib ulg'ayadi. Aksincha, hech kim unga yaxshilik qilmasa, birovdan mehr ko'rmasa, u yetim ishlaydi, tilanchilik qilib katta bo'ladi baribir. Ochlikdan o'lib qolish qiyin. Urinib, surtinib katta bo'ladi, lekin katta bo'lganda jamiyatga ko'pincha foydali emas, ziyonli inson bo'lib katta bo'ladi. Yetim bo'lib mehr ko'rmagan bola ulg'ayganda ko'pincha jinoyatchi yoki qalbida mehri, shafqati yo'q odam bo'lib ulg'ayadi. Mana shu joyda men o'zim kinoda ko'rgan bir voqeani aytib beraman kinoda. Ikkinchi jahon urushini tasvirlagan kino. Urush vaqtida frontga nemislar targ'ibot, tashviqot qilib samolyotda varaqa tarqatadi. Varaqaning ichida o'sha paytdagi hukumatni yomonlab, nemislarni yaxshilab, biz sizlarga ozodlik olib kelamiz, hurriyat olib kelamiz. Aslida sizlarni qul qilayotgan bu Stalin degan yozuvlar bo'ladi. Haligi jangchilardan ba'zilari haligi varaqani olib cho'ntagiga soladi. Maqsad haligi mahorkani unga o'rab, qo'pras qilib chekish. Shu maqsadda olgan bo'ladi. Shuni ichida haligi varaqa tarqalib ketgandan keyin tekshiruvchilar keladi, xavfsizlik xodimlari keladi-da, har bir jangchini cho'ntagini kavlab varaqa chiqqanini-ki otadi. Shunaqa topshiriq bilan kelgan bo'ladi. Shunda bir yosh katta odamdan chiqib qoladi. Men deydi, u tomonga o'tadigan bo'lganimda ko'ngilli bo'lib urushga kelmas edim. Mohorkani solib, shuni qo'pris qilib chekish uchun cho'ntagimga soldim bu varaqani, deydi. Haligi odam ko'nmaydi, men seni deydi, nimaga olib ketishim kerak, mahkamaga deydi. Yo'lda ketyapti, haligi bechora endi shu u deb ko'radi, bu deb ko'radi, buni ovrab, meni qo'yib yuborgin deydi. Oxiri aytadi, seni ham ona tuqqanmi deydi. Shunchalik ham bemehrmisan deganda haligi to'pponchani shu qadar meni ona tuqqan, lekin tashlab ketgan deb turib paq etib otib yuboradi. Men yetimxonada katta bo'lganman deydi. Bu endi bitta kinodagi bitta ko'rinish, lekin bu yerda haqiqat bor. Yetimga agar biz yaxshilik qilmaydigan bo'lsak, u yetim katta bo'lganda jamiyatga mehr ko'rsatmaydigan odam bo'ladi. Undan yaxshilik kelmaydi. Shuning uchun shariat islomiya yetimlarga yaxshilik qilishni targ'ib qiladi. Uni orqasida bitta yetimga emas, o'zimizga ham demak foyda bor. Yurt uchun, millat uchun, jamiyat uchun manfaat bor. O'sha yetim katta bo'lib, boy bo'lib ketsa, undan juda katta manfaat keladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yetimga yaxshilik qiladiganlarni maqtab alohida tilga oladi. Astagfirullah.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Xudoning maqtoviga sazovor bo'lgan mo'minlar, ular shundayki, o'zi ovqatni yaxshi ko'radi, lekin o'zi yaxshi ko'rgan taomni o'ziga kerak bo'lib turgan paytda ham miskin, yetim va asirlarga yediradi deydi. Bu yerda yetimlarga taom berish to'g'risida gap ketyapti. Uyda aytaylik, bir tansiq taom pishirildi. Hammamiz yaxshi ko'ramiz tansiq taom. Biz shashlik qildik uyda deydi. Shashlikni kam odam qiladi. Uyda bir yerdan go'sht kelib qoldi, 5-4 kilo. Bir shashlik qilib maza qilaylik dedikda, haligi shashlikdan 4 ta shiqdi, 2 ta nonni orasiga bostirib, qo'shninikiga chiqarish ancha-muncha odamning qo'lidan kelmaydi. Sumalak qilganda chiqaramiz. Sumalak qozonda ko'p aqirlab bo'ladi, bir chini, yarim chini bilinmaydi. Lekin bunaqa o'zimiz yaxshi ko'radigan ovqatni mana 4 shiqdi nari qo'shninikiga, mana 4 shiqdi nari qo'shninikiga olib chiqib berdi. Xotinga qo'ying dadasi, bolalar o'zi qachon shashlik yemagan edi, qo'ysiz-chi deydi. Ammo lekin shu ishni qilganni Alloh taolo Qur'onda maqtayapti. O'zi yaxshi ko'radigan taomni ham yetimga beradigan mo'minlar deydi. Bu Xudo Alloh subhanahu va taoloning maqtoviga erishgan mo'minlik shu. Demak, bu fazilat. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo ularga yaxshilik qilishga chaqiryapti. Saflarga e'tibor beraylik. Bu yerda bizga ishora bo'lyapti. Tashqarida ko'p odam tikka turibdi, oftoqda qolib ketyapti. Sal zichilashib yonimizga odamlarni chaqirib saflar masalasiga alohida e'tibor qaratamiz, muhtaram jamoat. Hazrat Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadislarda aytadilar: "Man masaha ra'sa yatimin lam yamsahu illa lillahi kana lahu bi kulli sha'ratin marrat alayha yaduhu hasanatun." Bir odam Xudo uchun mehr bilan bir yetimning boshini silab qo'ysa, mana shunday qo'li bilan mehr ko'rsatib, unga rahmi kelib, "Ha bolam" deb boshini silab qo'ysa, uning boshida nechta soch tolasi bo'lsa, Alloh taolo o'sha silagan odamga o'shancha hasanat, ajr hasanat yozadi deydi. Odamning boshidagi sochini sanab chiqish bu imkoni yo'q ish. Mana shuncha hasanatga ega bo'lish uchun mana shunday qilib qo'yishni o'zi kifoya. Xudo uchun mana shu bolaga mehr ko'rsatib boshini silaydigan bo'lsak, Alloh taolo shuncha ajr berar ekan. Endi unga taom bersak, uni o'qishiga pul to'lab qo'ysak, kiyintirib qo'ysak, kasal bo'lsa davolab qo'ysak, buning ajri behisob. Buni hech kim bilmaydi. Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech kim bilmaydi uning ajri qancha ekanligini. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat. Bir odam bir kuni Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldiga keldi. "Ya Rasululloh, meni qalbim qattiq. Hech kimga rahmim kelmaydi. Ko'zimdan bir tomchi yosh ham chiqmaydi. Shunaqa bir bag'ritosh odamman. Nima qilsam bo'ladi?" dedi. Shunda Payg'ambarimiz alayhisalom haligi odamga maslahat bergan ekan. "Insah ra'sal yatim va at'imil miskin." Yetimning boshini sila va miskinga taom bergin dedi. Bu odamning qalbini yumshatadigan ish ekan bu. Bu demak, o'sha yetimga yaxshilik qilishlik bilan bizning qalbimiz yumshaydi. Qalb yumshaydigan bo'lsa, u Xudodan qo'rqadigan bo'ladi. Gunohlariga tavba qiladigan bo'ladi. Oxiratni o'ylaydigan bo'ladi. Birovga yomonlik qilishdan tiyiladigan bo'ladi. Agar qalb yumshoq bo'lsa. Qalb qattiq bo'ladigan bo'lsa, haligi kinodagidaqa eti jimiramasdan bitta odamni paq etib otib yuboradigan odam o'sha qalbi qattiq odam, bag'ritosh odam. Chunki u qalb qotgan. Hech narsadan tap tortmaydigan bo'lib qolgan. Ana qalbni yumshatish uchun mana shunga o'xshagan ishlarni qilish kerak ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shunday maslahat berdilar. Boya aytib o'tdim, bizning xalqimiz yetimparvar xalqmiz. Shu kunlarda ham yetimparvarlik xalqimiz orasida bor. Shunaqa odamlarni bilamiz, ular ro'yxat qilib olgan. Yuzlab xonadonlarning ro'yxati bor ularda. Boylar o'zlari to'planib, har oyda topgan boyligidan ma'lum bir qismini o'rtaga tashlab to'playdi. Mayda-chuda oziq-ovqat, kiyim-kechak, daftar, ruchka qilib, o'sha yetim parvarish qilayotgan xonadonlarga yetimlarning holidan oyma-oy xabar oladiganlar bor.
mana shu jamiyatimizda, oramizda yashayapti. Alhamdulillah, bu ish ko'paysin. Bundan tashqari bu ish faqat xalqimizning o'zida emas, hukumat darajasida, siyosat darajasida yetimga yaxshilik qilishlik. Ben hozirgi kunlar biz o'tgan Xufondagi suhbatlarimizda ham aytib o'tdik. Yaqinda 5-4 kun bo'ldi, davlatimiz rahbari alohida bir umumiy yig'ilishda mana shu kundan boshlab bir oy yurtni, mahallani obod qilish va mehr saxovat oyligi deb e'lon qilamiz dedi. Hozir mana shu oy davom etyapti. Ko'pchilik bu ishda faol qatnashyapti ham. Davlatning rahbarini o'zi mehr saxovat oyligi qilaylik. Mana shu oyda topgan pulimizdan o'sha yetimga, muhtojga, qiynalganga, faqirga, muhtojga beraylik. Yordam qilaylik. Bir oy shunaqa yaxshilik qilish oyi deb e'lon qilindi davlatdan. Bu juda katta narsa. Juda katta. Bu juda xayrli ish. Bunga alhamdulillah deyish kerak. Alhamdulillah deyish kerak. Nima uchun? Chunki mana payg'ambarimiz alayhisalom aytayapti. Siz yetimga yaxshilik qilsangiz, qalbingiz yumshaydi. Yetimga taom bersangiz, Alloh taolo maqtagan mu'minlarning qatoriga qo'shilasiz. Yetimga yaxshilik qilsangiz, qiyomat kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yonidan Alloh taolo sizga joy beradi. Qo'shni bo'lasiz. Rasulullohning hamrohi bo'lasiz. Mana shu ishlarga davlatning o'zi ham taqdir qilib turibdi. Buni bilishimiz kerak, ko'rishimiz kerak. Yetimni molini nohaq yeyish. Boya aytib o'tdim haligi hikoyani. Alloh taolo Qur'onda ham aytadi: "Astagfirullah va la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu." Yetimning moliga hargiz yaqinlashmanglar. Lekin u voyaga yetguncha yaxshi niyatda yaqinlashsangiz bo'ladi dedi. Ya'ni voyaga yetganda o'ziga qaytarib beraman deb o'sha yetimning molini o'zingiz tijoratingizga aralashtirib, ko'paytirib, ko'payganda jiyanim mana shu seniki edi deb qaytarib berish niyatida bo'lsa, uni pulini ishlatsangiz bo'ladi. Ammo lekin boshqa niyatda, endi men buni dadasini ko'mdim, endi men bunga qarayapman deb turib, uni otasidan qolib ketgan molni, mulkni yeb bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo aytgan, boya aytdik, yetimning molini yegan odam u qorniga olovni yeyotgan bo'ladi dedi. Yetim kim? Boya aytdik, yetim ota-onasidan judo bo'lgan, lekin tirik yetimlar ham bor. Tirik yetim. Ota-ona ajrashib ketdi. To'g'ri, u bola shar'an yetim emas, lekin xalqimiz uni tirik yetim deydi. Bu ham yomon. Ota bilan ona ajrashgandan keyin eng katta ziyonni bola ko'radi. Bola ko'radi. Otasi bitta xotinga uylanib ketadi, esdan chiqarib yuboradi. Ona ham bittasini topib berga tegib ketishi mumkin, esdan chiqarib yuboradi. Lekin bola o'sha otani ham, onani ham qilmishini, dardini qalbida saqlab katta bo'ladi. Dili yarim bo'ladi. Dardini birovga ayta olmaydi, kichkina bola. Yig'laydi, ko'ngli o'ksiydi. O'ziga o'xshagan oshnalari dadam uni olib berdi, ayam uni olib berdi deganda, uni ichidan o'tgan narsani u bola o'zi biladi. Mana shunaqa ishlardan ehtiyot bo'lish kerak. Demak, bolalarni tirik yetim qilib bo'lmaydi. Bola uchun nima bo'lsa ham sabr qilib oilani saqlab qolishimiz kerak. Shunaqa holatlar bo'lib qoladi. Hali ajrimli xonadonlarga kiramiz. Shunda yo kelinning otasi mahkam turib oladi, yo kuyovning onasi mahkam turib oladi. Bitta bola bor o'rtada. Yo'q deydi, ajrataman. Tamom, vassalom. Menga bunaqa kuyov kerak emas, menga bunaqa kelin kerak emas. Senga kerak bo'lmasa, bolasiga kerak. U bola ota-onani bag'rida katta bo'lish kerak. Ota-onani bag'rida katta bo'lmasa, ertaga jamiyatda u bola kim bo'ladi? Shu jamiyatga nafrat bilan katta bo'ladi, jinoyatchi bo'ladi. Undan yaxshilik kelmaydi. Mana shu tomonlarni biz oldindan o'ylashimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bugungi bo'lib o'tgan suhbatda hammamizga manfaatli qilsin.